Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rurmanlarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasiningki Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Aziz ko'rurmanlarimizning suhbatimizni ko'rish jarayonida qonimizga a'zo bo'lishini, ham berilishini unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki 20 yillik faoliyatida e'lon qilingan Sharq Turkiston Xitoy mustamlika qilib olgan Zimin nomli tadqiqot doklati haqida ilib berildi. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanishliq bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun ishlari komiteti mudiri, Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi ijroiya direktori Mehmet To'xta apandi. Hurmatli Mehmet To'xta apandi, suhbatimizga xush keldingiz. Rahmat. Bugun siz safarda ekansiz, shunday bo'lsin, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga kelganingizga ko'p rahmat aytamiz. Vaqt munosabati bilan darhol suhbatimizni boshlayveraylik. Hamda bu tadqiqot doklati nihoyatda muhim. Hamda Sharq Turkiston Xitoy mustamlik qilingan Zimin nomli tadqiqot doklati qandaq bir arx ko'rinishda kim tarafidan qanday tayyorlandi? Bu to'g'riliq jamoatchilikka bir umumiy bir tushuncha bergan bo'lsangiz oldi bilan rahmat. Ko'p rahmat. Bütün televizor ko'rguvchi qarindoshlarimizning shu vaqtlari hammasi xayrlik bo'lg'ay. Tunugun dunyoning hamma yerida tashkilotlarimiz, vatandoshlarimiz Urumchi qonliq qirg'inchiligining 15 yilini xotirlab namoyish va har xil norozilik faoliyatlarini o'tkazgan bo'ldi. Shu munosabat bilan 2009 yılı 5 iyulda ve onun keyingi kunlarda Xitoy mustabid hukumatının qonliq bostirishi bilan shahid qilingan aziz shahidlarimizga duo qilamiz. G'oyib bo'lganlar va hozirgacha izlariga bo'lmaganlar va bularning ota-onalari va urug' tuqqan yoranlariga sabr tilaymiz. Ve tashkilotlarmi qo'lidan kelishicha bularning arxivini to'g'izish va bularning surishti qilish işlerini her cihetten kıvatıdı. Hem de nimaga kelsak, bu Dünya Uyg'ur Qurultayının kuruluşunun 20 yıllığa atap ve onundan 3 yıl burun hizmetini başlap, şu 20 yıllık çoğun merikede halkara kanunçu Michael Van Walt Prague tarafından okulgan bir kanuni doklat var. Bu doklat Şarkı Türkistan'ın kanuni salayetiga münasebetli doklat. Yani bu doklatni tayyorlashda 3 yıl burun biz qurultaydagilar maslahatlashib bir guruh qurib Şarkı Türkistan mustaqilligining kanuni ko'rishini qandaq ilib berish haqida strategiya belgilagan. Biz hammamiz Şarkı Türkistan'ning besilingan ziminligini bilamiz. Uyg'urlar biladi ve bizni tonigan boshqa davlat millatlar biladi. Lekin onu kanuni jihatdan shu hozirgi mavjud xalqaro qonun bo'yicha uni beratlab qo'limizda bor bo'lgan hujjatlar, xalqaroda bor bo'lgan hujjatlar bo'yicha uning qonuniy o'rnini mavjud faktlar bilan dalillash va jazmlashtirish ayrim bir masala bu. Bir odamning qotilligini bilish ayrim masala, uni isbotlash ayrim masala. Shuning o'xshash bir ish. Shuning uchun biz bekitgan strategiya bo'yicha oldi bilan mustaqil bir qonun Çılar tarafından Şarkı Türkistan'ın kanuni salayetini bekitiş. Yani Şarkı Türkistan'ın hazır kanuni salayeti nime? Besilingan zimin mi, şal kılınan zimin mi, munkariz kılınan zimin mi, yutuvilingan zimin mi, koşuvilingan zimin mi? Yani dep kelsak gap yo'q. Yani İngilizce mi bu so'zni ifodalaydigan en az 8-9 xil so'z var. Masalan, ko'proq bizning qarindoshlar ishlatadigani invasion deydi. Bu besib kirish degan gap. Anadan keyin occupation deydi, ishg'ol qilish degan gap. Anadan keyin subjugation deydi, bo'yinturuqasli qilish degan gap. Conquer deydi, ya'ni besib olish degan gap. Conquest deydi, ya'ni inhalation deydi, subjugation deydi. Ya'ni bunga ishlatilgan so'zlar yamancha colonization degandakcha. Shunlashqa har bir so'zning qonuniy atalg'u bo'lgani uchun bularning ifodalaydigan ma'nosi o'xshamaydi. Shuning uchun ham qonun, xalqaro qonun mutaxassislari bu masalaga qanday qaraydi? Shuni bilan biz qo'limizda bor materiallar,
ko'plagan davlatlarning arxividagi materiallar, mushularning hammasi va burun yozilgan kitoblar, e'lon qilingan tarixiy materiallar asosida hurmatli xalqaro advokat Michael Van Walt bu vazifani bergan. Dastlab qatimda tex to'liq bitmadi va ikki qismi qilib qolganligini dedi shu yig'inda. Hozirgi bizga sunilgan doklad bo'yicha Sharqiy Turkistonning hozirgi qonuniy salohiyati dushman kuchlar tarafidan mustamlaka qilingan zamin deb bekitildi. Ya'ni bu dushman kuch foreign force mustamlaka qilingan colonization mushu ikki so'z shu modda isbotlandi. Shunlashqa biz shu xalqaro advokat shu Michael Van Waltning kelgan xulosasi bo'yicha Sharqiy Turkistonning hozirgi qonuniy salohiyatini tashqi kuchlar tarafidan besilingan va munqariz mustamlak qilingan zamin deb qaraymiz. Shu Michaelning shu nimasini to'g'ri deb qaraymiz. Nurg'un qarindoshlar ishg'ol qilingan, besilingan zamin deganlarga og'zi kuni qolgan. Lekin o'tirdagi farqni bilmaydi qarindoshlarimiz. Bir yana ishg'ol qilib 15 yildan keyin bu ishg'ol 15 yildan uzun davom qilsa, ishg'ol qilish shu yana besilish degan gap. Uning ma'muriy boshqarishini o'tkazib olish degan gap. Agar bu 15 yildan uzun davom qilsa, bu yolg'iz ma'muriy boshqarishini o'tkazib olishlar emas, shu davlat va rayonning xalqning boyligini talon-taroj qilish. Bu ya'ni xalqini assimilyatsiya qilish va o'ziga bo'ysundirish. Anadan keyin bu hokim bo'lgan yoki bisivog'ichi kuchning o'zining qimmat qarashini shu yerli xalqqa tengish. Mushular tang bo'lgan bo'lsa, buni munqariz qilish yoki mustamlik qilinish avvalo deb qaraymiz. İngilizce colonization degan shu. Ya'ni besib olish u yerning zaminni tortib olib, uni boshqarishini o'tkazib olishni ko'rsatgan bo'lsa, colonization yolg'iz besib olish, u zaminning igidorchiligini, boshqarish huquqini o'tkazib olib qolmasdan, balki shu zaminning boylig'ini talon-taroj qilish, xalqini qul qilish va hokim kuchning qimmat qarashini shu xalqqa tingib, shu yerdagi xalqning o'zining qimmat qarashini yo'q qilish, mushlarni o'z ichiga oldi. Shunlashqa bu yerdagi munqariz qilish degan narsa yoki mustamlak qilinish degan narsaga xalqimiz diqqat qilish kerak. Ya'ni advokatimizning kelgan xulosasi, qonuniy xulosasi shu. Shuna bo'lganda Sharqiy Turkistonning bundan keyingi qonuniy salohiyati deganda munqariz qilingan va mustamlak qilingan zamin shu atalg'u ko'proq ishlatildi. Endi ikkinchi bosqichda nima qilamiz? Bu doklad bizga mavjud reallikni faktlarni isbotlab berdi. Sharqiy Turkistonning qonun salohiyati mavjud deb. Endi buni qanday o'rinlarga olib borib, qanday qonuniy yo'l orqali qanday natijalarga boramiz? Bu ikkinchi bosqichdagi masala. Endi ikkinchi bosqichda yaqinda shu nima bo'lmoqchi? Uyg'ur qonuniy Oliy Kengashi o'tgan yil bir bo'lgan. Bu yana bo'ladi. Bu shunga munosabat qonuniy mutaxassislar bilan buning ikkinchi bosqichda, ya'ni xalqaroda qanday mustamlikaga uchragan zaminlarning mustaqillik erishish haqida qanday to'xtamnomalar bor. Buning qaysi birisiga Xitoy qo'l qo'ygan? Buningga ovoz qo'shadigan davlatlar qaysi davlatlar bilan bu ishlarni qilish mumkin deb buning qonuniy yo'llari va strategiya yo'llari shu xalqaro tutilgan. Bundan keyin muzokara qilinadi bu doklad bilan. So'nglashqa bu muhim doklad. Bu bitganda hech bo'lmasa Sharqiy Turkistonning qonuniy salohiyati mavjud deb o'zimizning siyosiy maydonni ifodalash nuqtasidan emas, mutaxassislarning mustaqil kelgan xulosasini boshqa davlat va xalqaro organlarga taqdim qilib, ularning qo'llashini qo'l keltirish nuqtasidan favqulodda muhim. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta Uyg'ur sotininki hukmi e'lon qilingandan keyin bu nurg'un davlatlarda e'tirof qilindi, ham nihoyat yaxshi bir foydalanish ahamiyatiga ega bo'ldi. Chunki u qonuniy jihatda chiqarilgan bir hukmnoma bo'lganligi uchun puhroviy sud bo'lsin. Hamda bu tadqiqot dokladiniki Uyg'ur sotininki hukmiga o'xshash bir qonuniy kuchi bo'ldi. Hamda buni dokladni tayyorlashdan keyin tarixiy abay bize cevap verdiniz bu to'g'riliq. Tarixiy ahamiyati hamda shu Uyg'ur sotininki o'xshash
ishlatish roli yoki qimmati qaysi taraflarda bo'ldi? Bu to'g'riliqmi bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Endi ko'p rahmat. Bu muhim. Bu qonuniy bu tadqiqot ya qonun dokladini tayyorlashning bir maqsadimi? Bizni qo'llagan davlatlar va millatlar, xalqaro organlar hozirgi bo'layotgan irqiy qirg'inchilik nuqtasidan va yoki Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan nohaq siyosatlari, buning oqibatida xalqimiz ko'rayotgan zulmlar, mushu nuqtadan, buni ba'zilari kishilik huquq nuqtasidan, ba'zilari insonlarning asosliq erkinligi nuqtasidan, ba'zilari xalqaro ahdnoma bo'yicha hokim millat o'z qo'l ostidagi millatlarga siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan zulm qilmaslik, ayirmchilik qilmaslik, qiyinqistoq yurgizmaslik degan xalqaro ahdnoma nuqtasidan qo'llayotidi. Lekin qonuniy jihatdan qo'llashda bu davlatlarning har birisining qo'lida yoki bu davlatdan boshqa bo'lgan insonlarning qo'lida u Sharqiy Turkistonning qonuniy salohiyati mundaqda Xitoylar falon vaqtda besib kirgan, Uyg'urlar mundaq davlat bo'lgan degan unda tarixiy ma'lumotlar yo'q. Bo'lgan taqdirdami bu davlatlar hozir kuni birlik yoki hozirgi mavjud shu geostrategiyalik davlatlar o'rtasidagi munosabat, rayon va boshqa bexatarlik nuqtalari tarafdan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qo'l ko'targan barmoq soni qarab ba'zi siyosatlarni bekitadi. Lekin qonun ayrim masala. Qonuniy masala kelganda 99 odam xatoga qo'l ko'tarib, bir odam to'g'ri qo'l ko'targan bo'lsa, shu qonunda shu bir odamning to'g'ri qo'l ko'targani shu bo'ladi. Chunki qonun boshqa narsa u. Shu sababdan buning qonuniy asosini tayyorlash deganimiz o'sha Xitoylar ilgari surayotgan nurg'un saxta va uydirilgan tarixlar bor. Bu biz qanchalik saxta va qanchalik uydirilgan desakmi, Xitoy hukumati uni maqsadlik bozog'i solyotidi. Xitoy hukumati bozog'i solgandan keyin bu rasmiy ma'lumot deb qabul qilgan davlatlar bor. Bizning bergan haqqoniy va to'g'ri ma'lumotni emas, Xitoy hukumati e'lon qilgan va Xitoy hukumati ta'minlagan uchurlarni rasmiy uchur yoki rasmiy ma'lumot, rasmiy tarix deb qabul qilganlar bor. Yana Xitoy hukumatining bu jihatdagi tashviqotini yengish. Eng muhimi Sharqiy Turkiston davosining qandaqdir mundaqlar bir Xitoyga bo'lgan o'chmanlikdan kelib chiqqan davo emas, bu bir zimin davosi ekanligini, Sharqiy Turkiston xalqining o'zining hur, mustaqil yashab kelgan bir zimini va u yerning egalari ekanligini, bu xalqimizning bu asosli haq-huquqining va bu xalqimiz qo'ygan davlatning egalik huquqining Xitoy tajovuzchilari tomonidan dafsanda qilinganligini, xalqimizning asosli bundan keyingi orzusining o'z ziminda o'zining haq-huquqi bo'yicha o'zi qo'ygan davlatlarni asli keltirib mustaqil yashash orzusi ekanligini, buni nima qilishda qonuniy asoslar uning uchun muhim. Shunga oxir ko'rinish deganimizda bu hozirgi siyosiy da'vorimizning turiki. Necha vaqtdan beri biz har xil kampaniyalarni olib bordik. Sharqiy Turkiston davosini xalqaralashtirish va xalqarada belgilik bir bilinadigan insonlar ko'ngil biladigan masalaga aylantirish uchun. Buni endi bu da'voning qonuniy yo'lini turg'izmay turib, bu siyosiy kampaniyalar bilan bu xalqimiz kutgan bu natija hosil bo'lmaydi. Oldi bilan buni qonuniy asosdan buni yo'lini chingdash lozim va yo'lini shakllantirish lozim. Buni desak nurg'un qarindoshlar, voy biladigan narsani qilibsan-ku. Shu biladigan narsa-da uni mustaqil bir tadqiqot qonun organlari tomonidan, qonunchilar tomonidan qonuniy paketlar bilan o'tirib qo'yib, bir ikkinchi bir davlat buni ko'rsa, buning asosi va degan bir shunday bir hujjatni shakllantirish muhim bu yerda. Chunki yo'q bu narsa. Buni shakllantirish uchun 3 yil sarf vaqt ketdi. Texnicha to'liq bitmadi. Anadaki 150-200 ming dollardek pul ketdi. Chunki ba'zi arxivlar Angliyada, ba'zilari u yerda, bu yerda, Yaponiyada, Tayvanda, Moskvada nurg'un narsalar qo'limizda yo'q. O'sha narsalarning hammani tep chiqib, shu u yer bu yerdagi parchalarni birlashtirib, bir butun qonuniy shu hujjatni shakllantirishga nurg'un vaqt ketdi. Shunglashqa buning oq ko'rinishi deganda qandaqdir bu ayrim hozirgi davom qilayotgan siyosiy da'voning ayrim bir jarayon emas. Hozirgi siyosiy da'voni qonuniy jihatdan sog'lomlashtiradigan va hozirgi ilib berayotgan siyosiy da'voimizning qonuniy asosini tiklab,
umurtqisini shakllantiradigan va haqqoniy da'vo ekanligini isbotlaydigan bo'libmi buni isbotlaganda mustaqil qonunchilar tarafidan mustaqil ko'z qarash sifatida nurg'un davlatlar ko'rsimi buni bir ilik og'idek buni bir diqqatga og'idek shaklda tayyorlanishi muhim. Shunlashqa bu bir butun shu umumiy xalqimizning mustaqillik davosining siyosiy tarafini kuchlantiradigan qonuniy yo'li. Bu bo'lmay turib ig'izlik quruq gap bilan bo'lmaydi bu ishlar. Ko'p rahmat. Hamda nurg'un bizniki jamoatninki ichida to'g'ri bir tushuncha yo'q. Ya'ni Uyg'ur davosi hozirgacha Tibetlarda qilib bo'pti. Nimishqa Uyg'urlar hozirgacha qilolmaydi? Nimishqa bu Tibetlarniki davosi bilan Uyg'urlarning davosi unda cho'ng farq qildi degandek. Albatta bu ikki millatning davosini yoki Tibet Sharq Turkiston davosini bir-birisiga bevosita selishtirib bo'lmaydi. Ham bu mumkin emas bir ish. Shundaqdimi bu to'g'riliq Tibetni surgun besilingan zimin degan doklad yoki shunday bir narsa bor Amerikada. Hamda Uyg'urlarniki hamda bo'yotdi. Bu ikkisiniki farqi nima? Nimishqa kishilarda bu o'xshamagan tushuncha bo'ldi? Bu to'g'riliq bir tushunchangizni o'rtoqlashgan bo'lsak rahmat. Shuning qiziq yeri hozir Tibetliklar bizga kelgan nuqta kelyotidi. Chunki Tibetliklarni besilgan zaminda nima qilgan? Uni 95-yil, 96-yili George W. Bush vaqtida uni qabul qilgan. Hozir bo'lsa Amerika uni qabul qilmaydi. Chunki 95-yildagi Xitoy bilan 2024-yil Xitoy o'xshamaydi, 95-yildagi Amerika bilan 2024-dagi Amerika o'xshamaydi. Ham o vaqtlarda Tiananmen voqeasining oldi-keynida Xitoy qarshi bir kuchli bir nima shu vaqt shakllangan ishlar bo'lar. Vaqtda George W. Bush va Clinton bamtam ism yo'q, shu mezgillarda qabul qilinganligi aniqamda. Hamda Tibetlar dastlabda buni besilgan zamin dedi, mana 30 yil yaqin hech bo'lmadi. Chunki dunyoda besilgan zaminni mustaqillikka erishtirish haqida bir to'xtamnoma yo'q. Yani besilgan zamin yoki ishg'ol degan narsa qonuniy ishg'olmi bo'ladi? Masalan, Amerikaning Iroqni ishg'ol qilishi qonuniy ishg'ol. Chunki ishg'ol qilish degan bizning tilimizdagi iste'mol ma'nosi bilan g'arb dunyosidagi iste'mol ma'nosi o'xshamaydi. G'arb dunyosidagi iste'mol ma'nosi ishg'ol qilib chiqib ketadi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni besib ketish emas bu yerda chiqib ketish ma'nosini bildiradi. Shunlashqa ishg'ol davom qilsa u mustamlikaga aylandi yoki munqarizlikka aylanadi. Shu bu yerda bu atalg'uning farqi shu. Tibetliklar besilgan zamin deganni qabul qiladi, ammo hech qanday uning qarshi bir harakat shakllantirolmadi. Tibetliklar o'ttir yo'lini tutdi, hech qanday uning qarta Xitoyni siqishtiramiz yoki Xitoyni bulunga qistaymiz degan narsa bilan, ammo uningdan hech bir siyosiy natija olmadi. Shunlashqa yaqinda qarasak, Tibetliklar Kanada parlamentida Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qabul qiladigan bir qarornomani Kanada parlamenti qabul qildi va Tibetliklar cho'ng g'alaba deb qaradi shuni. Chunki o'ttir yo'l formuladan o'z taqdirini o'zi belgilash, ya'ni bizning Uyg'urlarni tutgan yo'liga tehe yaqinda keldi. Tutgan yo'lning xatoligini, o'ttir yo'l masalasining xatoligini bilib, hozir Tibetliklarni o'z taqdirini o'zi belgilash tarafiga qarab kelyapti. Anadan keyin besilgan zamin masalasida Tibetlarning qo'lida yetarli qonuniy narsalar bor. Haqiqatan Dalay Lamani qo'lida Xitoy bilan tuzgan to'xtamnomalar bor. Anadan keyin shu Tibetning mustaqil vaqtidagi nurg'un davlatlar bilan almashtirgan diplomatik elchilari va yezishgan, tuzgan to'xtamnoma nurg'un narsalari bor. Darvaqa Tibetda tarixiy nimalar hammasi o'zbek saqlangan. Hozirmi bor. Lekin garchi qo'lidagi bor mavjud materiallar Tibetning besilgan zamin ekanligini isbotlagan bilan ishg'oliyat yoki besilinish uzun davom qilgani uchun Tibetning masalasimi hozir besilishdan halqib hozir nimaga mustamlikaga aylanib qoldi. Tibet hozir Xitoyning besilgan zamin emas, bizning ko'z qarashimizda mustamlika qilingan zamini. Hozir Tibetliklarmi biz yo'lni tutgandan keyin qaytadan to'xtab turib bizmi mashina qilmasak bo'lmaydi ekan deb hozir Tibetliklarmi
Şu Tibet'nin kanuni salayet meselesi de besilingan ziminden bekrak. Bu Tibet'nin hem de besilinganlığı doğru. Lekin bu işgaliyet uzun devam kılgın için hazır besvaldı depla ötep gizdiğin evaldan halkıp hazır Tibetlerini yok kılıdığın, baylığına taraj kıldığın, Xitay ideyasını tanıdığın ve ya ki Tibetlerini Xitaylaştırdığın ilaki uladımı mecburi emgek başlandığını başladı hazır. İlaki kulluk kaylandırdığın muşu mesele besivil İslam emas, manın munqarzlikka ve mustamlika aylanganligini ko'rsatdi. Tibetlikmi hazır ma yolda şu bizning tutgan yo'limizni tutyapti. Burunqi manga yo'li unumlik bo'lmagani uchun. Şolaşqa ba'zi vaqtlarda bizning qarindoshlarimiz Tibetning ba'zi ilib borgan faoliyatlarini nim qiladi, lekin bizning chet eldagi kuchimiz va chet eldagi mush ilib borgan va shu nurg'un boshqa millatlarni tutgan yo'ldan o'rganganimiz bo'yicha hozir bizning tutgan yo'limiz Tibetlarga o'rnak bo'layotdi. Lekin buni bizning nurg'un qarindoshlarimiz bilmaydi. Shunda bo'lsa-mu buni eskartish kerak. Hozir Tibetliklar burunqi o'ttira yo'l formuladan chiqib bizning o'z taqdirini o'z belgilash mushu nuqta keldi. Kanada parlamenti yaqinda olgan qaror Tibetliklarni tashti chiqaruvni mushuni ko'rsatdi. Tibetliklarning mush yo'l qarab kelayotganligini ko'rsatdi. Ikkinchidan Tibetlikning shu cho'ng boshliqlari bilan paralashimiz pat-pat. Yaqinda mushu Tibetliklar nima deb hozirgacha muvaffaqiyatli bo'lolmadi deb mush Montrealni asos qilgan Carol Samdup deb bu Tibet tadqiqotchisi bor. Tibet harakatiga cho'ng to'p qo'shadi. Shu ayol bilan men bir suhbat o'tkazdim. Tibetliklar nima deb, nima emas, sizlar nima deb nurg'un jihatlarda ish ketdinglar deb ben o'zimni ba'zi ko'z qarashlarimni nima deb qo'ydim ularga. His qilgan kamchiliklar u bu degan narsalarni. Demakchi o'g'lim shu. Tibetliklarni xalqimiz ilib borgan narsalarni yomon ustun ko'rdi. Haqiqatan Tibetliklarning tashkillanish va nima inson kuchi ananikin diniy jihatdan Dalai Lamadak va ularning payg'ambari va Dalai Lama odatga adam emas. Bu shundoq bir siyosiy figurning va diniy figurning bo'lishi yalğız o dini figurning Dalai Tibetliklar tarafidan emas. Buddizm diniga e'tiqod qilgan bizning shu turk irqiga mansub nimalardan Mong'oliyadagi ba'zi buddist uyg'urlardan masalan toki Kavkaziyadagi qo'moqlargacha Turkiya xalqlar shular, ammo buddist. Shu Dalai Lamani o'zining payg'ambari deb biladi. Mushundaq ta'sirga ega Mong'ollardan boshlab bizning nimasida jiq ta'siri bor bu odamning. Shunda turib Tibetliklar gerçi seferberlik ve bazı noktalardan hali çoğun tesirge ve özünün davasını belirleyip bir seviyeye yetkizgen bolsa-mı? Lekin stratejiye ve tutkan yol noktadan 80. yılı ilan kılgan o'ttir yol formalarının hazır mı 2024 kelgende 40 yıllık sınaqdan keyin amalga oshmaydigan quruq xiyol ekanligini bilib yetib, hozir qaytadan öz taqdirini o'zi belgilash nuqtasi kelyapti. 30 burun Amerika Kongresi tarafidan chiqib besilingan zemin deganning hech qanday bir qonuniy ijro kuchining yo'qligini bilib, endi qaytadan Tibetning yolg'iz besilingan zeminning ustida bu uzun muddatlik ishg'oliyat Tibetni mustamlika Xitoyning mustamlikasiga aylantirdi deb biz tutgan yo'lni tutyapti. Chunki mustamlikaga aylandi degan gap dunyoda mustamlika qilingan davlat va xalqlarning mustaqillik huquqini kapolatga ega qilish ehtinomisi bor. Ammo besilingan zemin va davlat va millatlarning mustaqilligini asliga keltirish ehtinomisi yo'q. Mustamlika hozirgacha ko'proq g'arb davlatlariga qaratilgan bir ayib deb qaralib kelgan. Xitoymi g'arbning mustamlikasi deb ayblab kelgan. Hozir g'arb davlatlari butun mustamlikalardan mushu xalqaro ehtinomining nimasi bo'yicha ularning mustaqilligini berdi. Mush 60-yillarda, 70-80-yillarda nurg'un davlatlar mustamlikadan qutuldi. Hatto O'rta Osiyo Turk Jumhuriyatlari shunday. Ammo Xitoy g'arbni mustamlikachilik bilan ayblagan bilan shu g'arbning burun 100 yil, 200 yil burun tutgan siyosatini o'xshashini biz Uyg'urlarga nim qilyapti. Unda bo'lganda biz buni gavdalantirish orqali texmi ko'p hem siyosiy himoyaga eng muhimi qonuniy asosga
ega bo'la olamiz. Bu shu mustamlika millatlarning ahvolini tekshiradigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maxsus organ bor. Buningga iltimos qilishning yo'llarini izlayapmiz biz hozir. Ya'ni mustamlika qilingan davlat va xalqlarning mustaqilligini kafolat qilish haqida bir tekshirish organi bor. Ama besilingan ziminning mustaqilligini asli keltirish haqida unday bir nima yo'q. Chunki tashqi dunyodagi occupation yoki besilingan ya invasion degan narsa qisqa muddatlik deb qaraladi bularning atalg'usi bo'yicha. Bizning Uyg'urchadagi ishg'ol qilingan ya besilingan zimin bilan inglizchada uni nima qiladigan ifodalaydigan so'zning beradigan ma'nosi qonuniy ma'nosi o'xshamaydi. Shunlashqa hozir Tibetliklar bizning tutgan yo'limizga kelyapti. Buni men qarindoshlarga qisqacha ma'lumot berib qo'yay. U deganlik ya'ni Tibetlik haqida belgilik nimaning bo'lishi borligini bilaman, lekin Tibetlik hozir siyosiy va strategik nuqta bizni o'rganyapti. Ko'p rahmat bo'libmish atalg'u jihatda nurg'unlarimizniki tushunchasi haqiqatan to'g'ri emasga aytaman. Shu suhbatninki temasini mustamlik qilingan zimin demay besilingan zimin deb yozibdimi. Mendimi yaxshi bir o'rganish bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi shu 6 qurultaydan boshlab qonuniy yo'linishga jiq kuchini berdi. Nimedeki Angliyadaki Uyghur sotu olsun, Argentina'daki sot olsun, ma yakında galiba kılan Angliya sotu cihetki ma o mecbur emgek doğruluk sot olsun. Anındaki bu tötüncüsü buludu ki kanun cihetki çoğun tarihi hareketlerinin birisi. Bu milletimizge hayırlık olsun. Hem de yana bir savol sizniki qimmatli vaqtingizni yana biza olsak, hem de bu Uyg'urlarda Kanadaga 10 ming Uyg'urni yo'tkab yerlashtirish bu programmasi yaqindan ko'ngil bo'layotgan masalalarniki birisi. Hem de kişilerde şu to'g'riliqmi ko'p savollar bo'lyotidi. Hozir qaysi bosqichga keldi? Qandaq yangi xizmatlar bo'lyotidi? Nima bir bizga bir uçur bergan bo'lsa deb bu to'g'riliq bir o'zingizniki yangi bo'layotgan xizmatlar to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Albatta ko'p qarindoshlarimiz bu masala qiziqadi. Hozir signalda Kanadaga tizimlagan guruh deb bir guruh bor. Anadan keyin aslida 7 oyning oxirigacha mening taxminim bo'yicha o'tman 4-5 oy burun shu bo'layotgan ishlarga qarab bir taxmin o'tirib qo'ygan. Birinchi turkum qarindoshlar kelishga boshlashi kerak edi. Lekin oraliqda Kanadada veya Kanadaning aralashishi bo'lmagan ya Kanadaning kontrolligi bo'lmagan Kanadadagi Uyg'ur tashkilotlarining kontrolligi bo'lgan dunyoning boshqa yerlarida bo'lgan voqealar Kanadada ma programmaning 45 kun atrofida oskiga ilinishini keltirib chiqadi. Mani men burunlarda qarindoshlarimiz cho'chib ketdi deb demadim men buni. Chunki bu Kanadaning sirtida bo'lgan ishlar biz yaqindan ishlayotgan shu Uyg'ur tashkilotlariga munosabatli bo'lg'achqa, uning ustiga biz Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti Kanada hukumati bilan bevosita to'xtamlashib, bevosita bir protokol imzolab bo'lganimiz uchun agar sirti bo'lgan ishlar Kanadaga chetishlik bo'lsa, Kanada hukumati bunga qanday inkos qaytardi, shunlashqa buni ishning tegini bilib bo'lguncha bu ish to'xtab tursin deb to'xtatib qo'ydi. 2 oydak. Buni men o'z vaqtida demadim, 1-oyning 20dan 3-oyning 18gacha bu program to'xtadi. Buni bu yerda nima qilay? Turkiyadagi ba'zi insonlar haqida veya Turkiyadagi ba'zi insonlar Kanadadagi qo'lcho'moqchilari orqali Kanada Ko'chmanlar Ministrligi shikoyatda bo'lindi. Va programni to'xtatish uchun. Shu ishlar aniqlanib bo'lguncha 2 oy to'xtadi ma programma. 1-oyning 20kundan 3-oyning 18kungacha. Ya'ni bizning kontrolligimiz bo'lmagan har xil ishlar davom qilyapti. Men 4-5 yildan buyon qarindoshlarning ba'zilariga men bak jiq demasammi dedim.
Türkiye'de bazı insanlar bu işin bo'lishini xohlamayotgan insonlar va hatto Kanadada dunyoning ba'zi yerlaridan bor bu insonlar. Bu qanday bu ishni men mas'uliyatni qichib yoki mas'uliyatni shularga ortish uchun deyotgan gap emas bu. Aniq bor. Hozirmi shu davom qilyotidi, ammo Kanadaga qayta tushuntirish orqali hatto men Turkiyaning shu Kanadadagi elchisi bilan ikki qatim ko'rishdim bu masalani. Türkiye'de şuna hata düşünce var. Şuna siz yardım kesiniz. Kanada'nın ahvalını siz bilirsiniz. Kanada kelgen bu Uygurlar misyonerler kelgen Uygurlar bulmaydı. Ya ki dinini özgertadigan. Bunda iş bulmaydı. Siz bilirsiniz Kanada'nı köp medeniyetlik bir devlet. Anadaki her milletin özüne dini itikadı, milli kimliği boyunca yaşaşka tamamen kanuni icatlı yol var. Demişim haklar şunda yaşavatı. Uygurlar'ın ahvalı meyadım meyakçı. Cık Kanada'da müşakkada şu hata düşüncelerini yığış için cık hareketler bulundu. Şuna boşumu hazır kurultaydın ve Kanada'daki şu buluvatkan işler arkalı Uygur halkının galibesini hezim kılanmagan şunu kanda kılıp şu netice şu guylarının bu ketmesi deydigan kiç gündüz şunu kanda buzumen deydigan adamlar var. Bula aş oturdan çıkan şamallarını kandak kılıp bir yerden bağlay kelip muş işlerini toğuzumuzda bereket kıvatı. Bu işler bilen biz yapılışıyatımız. Aş işkay toxtudu bu iş. En ahiri 5. ayının 9'u hükümetinin verdiğin pulunu tasdiqlab, mana hazır 6. aydan başlap Kanada'da işlevatqanlar Kanada hükümeti təminləyən 1 milyon dollarlık şu muaş bilen işlevatıdı. Bu 5. ayının 9. günü başlap qaytada rədd saldıq bu işni. Hazır bexatarlik tekşürüş tügəllər hükümetke yeşil kart işleş üçün yolunu vatıdı. Yollağanlarını sanımı her günü işi vatıdı. Menin dəstləbki təxminim 2 aylıq otturda eğer üzülüş bulmagan bolsa, bir kesiliş bulmagan bolsa programның ekşida amalga ashatdi. Şuna bolsumu hazır 7. ayga hani birinci haftası 7. ayına 7'si olgan boldu. 7. ayına 8'i. 7. ayına 7'si eken bugün. Şuna bolganda bu 7. ayının ahırıgıç körümüz. Çünkü biz hazırgıç yollanılan bir xatarlik tekşürüşü, süzgüçlerden tügep yeşil kart işlengen karındaşlarının kançı bisinikini işlep üzgüreleydi Kanada hükümeti. Bu körümüz. Lekin hazır yeşil kartı işlenevatıdı ilk bir xatarlik tekşürüş tügellerinin. Hem Türkiye'deki karındaşlarımı kem nesillerini toluklaş, o bu cihetten burun inkas kaytırmadı. Hazır pat inkas kaytırmadı. Bu karındaşlarımı kem nesillerini yollavatıdı. Şuna kılıp bir bevosita hem qarindoshlarimiz va Kanada hukumati o'tirishda bevosita uchur eqishi davom qilyotidi material yo'llanish ham narsalar. Shunda bo'lsa-mu mening taxminim bak kechikishi natayin. Biz hozirgacha bexatarlik tekshirishni tugatib yo'llaganlarning dastlabki uchurini herhalde 7. ayning oxirigacha olmasakmi 8. ayning oxirigacha olamiz. Ya'ni 2 yillik 2 oylik üzülüşünü hesaplanmaganda bizning taxminimiz tutudu ve yil oxirigacha eğer bizning bolalar yetişalasa hazır mındaq bir ahvolimda o'ttirda ba'zi qalaymiqonchiliklar hammasi aniqlangandan keyin burun biz Kanada ko'chmanlar ministerligini suylatdik, hozir ular bizni suylayotidi. İşte kerak bo'lsin andaq mundaq degandekchi. Shunda bo'lganda yil oxirigacha bizning planimiz va Kanada hukumatining plani var. Şu plan en az 500 Uygur Kanada kep oldu yıl ahirigacha. Onu men rahat deyaleyman. Çünkü plan şu. Xudoyim barliq ishlaringlarni o'ngishli qilsin. Albatta bu ba'zi oz sondagi kishilarningki yomon g'arzi bilan buzilishga urilgan bo'lsa-mu, lekin mutlaq ko'p qism Uyg'urlar shu programmaning ro'yobga chiqishini, shunday qilib buningki bir tarixiy ahamiyati bu tarixda qoldi desa, buningdan cho'ng bir ish bo'lmaydi. 10 ming Uyg'urning taqdirini o'zgartirdi. Sharq Turkiston davosining Kanadadagi taqdirini o'zgartirdi. Shunday qilib bu yerda yusib etilgan bolalar Uyg'ur davosining kelgusidagi taqdirini o'zgartirdi. Bu Uyg'ur millatining bir taqdiriga munosabatlik nihoyatda cho'ng bir masala. Allah ishlaringizni o'ngishli qilsin, Mehmet Oqtika.
Qimmatli vaqtingizni chiqarib bugun bu safarda bo'lsangizmi bu programmaga qatnashganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shuning bilan bugungi programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Aziz ko'ruvchilarimizning qanolimizga a'zo bo'lishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Allohga